Axborot jamiyatni boshqarishda hal qiluvchi omillardan biriga aylandi. Qaysi gazeta, sayt, elektron ommaviy axborot vositalari tezkor, xolis, to'g'ri axborot tarqatsa, iste'molchi uning foydalanuvchisiga aylanadi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi bu borada mamlakatning yetakchi axborot tarqatuvchisi bo'lib turibdi. Hozir u O'zbekiston va dunyo xabarlarini o'quvchilarga 9 tilda yetkazib beryapti. Dunyoning 10 dan ziyod yirik axborot agentliklari bilan hamkorlik qilmoqda. Farg'ona viloyatida bo'lgan O'zA kunlari doirasidagi uchrashuvlarda agentlikning mamlakat ijtimoiy hayotida tutgan o'rni haqida gapirildi. Unda O'zA bosh direktori Abdusaid Ko'chimov agentlik faoliyati, kelgusi rejalari bilan tanishtirdi. O'quvchi va foydalanuvchilar o'z fikr-mulohazalarini bildirishdi. Savol-javoblar bo'ldi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi men uchun eng rost gapiradigan, eng yangi tahliliy materiallarni beradigan va uni bergan ma'lumotlarini O'zbekistonning eng yangi tarixini yaratishda biz tarixchilar hech ikkilanmasdan, hech qanday e'tirozsiz foydalana oladigan bir katta axborot agentligi deb tushunaman. Bu yerda berilgan materiallar, ularda ishonchliligi, ularni bugungi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning haqiqiy raqamli ma'lumotlarini ham va o'sha raqamli ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlari ham mana shu O'zbekiston Milliy axborot agentligining materiallaridan olish mumkin. Har qanday ilmiy tadqiqot ishlarida ham foydalanish mumkin bo'lgan agentlik deb tushunaman. Uchrashuvda viloyat hokimining o'rinbosari Sherzod Polvonov, Farg'ona davlat universiteti rektori Bahodir Shermuhammadov, taniqli shoira Zuhra Aliyeva va boshqalar O'zA faoliyatini yanada takomillashtirish yuzasidan taklif va mulohazalar bayon etdilar. Shunday uchrashuv Qo'qon shahrida ham bo'lib o'tdi. Ma'lumki, Qo'qon ilm va madaniyat, adabiyot va san'at markazi, millatning buyuk vakillarini yetkazib bergan shahar. Shuning uchun O'zA ijodiy jamoasi bu uchrashuvga alohida hisobot bilan kelgandi. Ayniqsa, yoshlar masalasidagi davlat siyosati va uning ijrosi haqidagi axborot, reportaj, video kontentlar haqida alohida gapirib berildi. So'zga chiqqan Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov va boshqalar O'zAning axborot bozoridagi yetakchi o'rnini e'tirof etgan holda, undagi tilning xalqonaligi, axborot yetkazish uslublaridagi yengillik va o'qimishlilikni alohida ta'kidlab o'tdilar. O'zbekiston Milliy axborot agentligi joylarda o'tkazayotgan ijodiy uchrashuvlarda bildirgan fikr-mulohazalarini amaliyotda qo'llashga qaror qildi.